Vodoprovod ötürdü. Buzdadan zetileyen yerini. Yazdan topur, kıştan batmak. Nasos taşıp veremiz, suyu veremiz, asfaltini zetip veremiz de böyle böyle burun boşap gitken hakim. Kışta batıp kaladı ballarımız. Maşinlerim batıp kaladı. Vallahi düştü mu hani içeri? vallahi Adamlar düşüp gitti. pezetler düşüp gitti. Ana Xudoga şükür hiç gap bolgani yok mu? Hozir yo'limiz juda ham abgor holatda. Qish kelishi bilan xonqorlarni yuragi jizzatadi. Nechun? Sababi inshi ko'rib turgan yo'limiz juda ham bir abgor holatga kelib qoladi va loy, chang, to'zon, qish yozin ahvoli yomon bo'ladi. Bugun biza Xonqadagi Paxtagul mahallasi Nurafshon ko'chasina keldik. Bu yerga kelishimizdan maqsad murojaat gap tushdi, ya'ni yo'llarning ahvoli bo'yicha. Bugun biza xalqning fikrini bilib olamiz. Fikringizni bilsak ekan. Qachondan beri şu ahval bir aytishlaricha esir vaqtimdan beri Şu asfalt esir qilinmagan. vaqtinden bana shunday asfalt bo'lmagan. To'lab tashalganmi, necha tilgan bir, nima o'tilgan bir. Vodoprovod ötürdü. Buzdadan zetileyen yerini. Bir savol Ya bor-da. endi asfaltni men ham şu asfalt nesinde varman özüm hem kampaniyamı bir vecler utup aldı. Şu 50%'ını utup aldı, 50%'ını utörmedi halı. 7'likni içinde men hem varman. Tushunarli. Qishdan chiqadi bu yerning ahvoli. Kışta batıp kaladı ballarımız, maşinler hem batıp kaladı. Taksiyga giram biri. Hava sökünüp giredi sıkar. Tushunarli. Aqtiqlaringiz masalan yıkılıp tushgan vaqtlari bo'lganmi shu yo'ldan misol? Bo'lgan ish o'yladiğine Laylarda, aryaklarda boshqa bellerden uçellemez. Aralladım yaman. Tushunarli. Nima degan bo'lar edingiz buni o'tishlari uchun bir murojaat etib bir nima degan bo'lar edingiz kattalarimizga? Şu kettelerimize aytaydık şu ballarımızı oylap. Şu asfalt etip verseler yengiyle don. Yangilading, hang? Hava. Lekin özü sentyabrda nada bo'lishi kerak edi bu. Mayda bo'lishi kerak edi asfalt. Aytib turibman ki 7'likni içinde men ham borman şu asfalt etiladigan 7'likni içinde. Tushunarli, lekin bo'lmadi, hang? Hali bo'lmadi. Qaysi mahalla bu? Paxtagul mahallasi. Paxtagul mahallasi. Qaysi ko'cha? Nurafshon. Nurafshon. Hava. Yaxshi, rahmat. Fikringizni bilsak ekan. Yol hakkında 20-yilda buzulganı yolunu. Vodoprovod ötüremiz dep asfalt yolunu bozup ana vodoprovodni ahvoli qanqiltirtib qo'yibdilar. Kimlardir shuni qabul qilgan. Necha marta mashin ketdi, necha marta odamlar aqtiqlari tushib ketdi. Yazdan topur, qishdan batmaq. 2-3 ko'sh patinka beres ballar layda girishini. Bu bo'yicha kimlardir murojaat qilganmisizlar o'zi? Murojaat yine qishloq sovetine murojaat qildik, aytib turibmiz, qo'yib turibmiz. Yine ertang, yine bugun 6 yıl oldu endi Xudo qalasa. 5 yıl doldu mu? 6 yıldan beri murojaatingizga hech kim e'tibor bermadi. E'tibor bermedi hech kim. Qarambidan yine ertang, yine keladi, o'tadi, aryanni o'lchaydi, bu yerni o'lchaydidan ketaveradi. Pullari ajratilgan buni davlat hisobidan, hammasi qilingan, ishlar chala. Yine qarang, yine demaksa ko'rsam yine. Vodoprovod nasib ketgan. Kimdir qabul qilgan shuni. Ha, buni hang Aynen. to'g'ri. O arkadan bo'lishi kerak asli bo'lganda ana undan. O birini bundan qo'yib yine atib ketdi. Bunda mashin tushib ketadi-ku, hang? Mashina ballar tushdi bug'an ichkari. ballar tushib Odamlar ketdi, farzandlari tushib ketdi. Ana Xudoga shukr hech gap bo'lgani yo'q bunga. Chala ish hamasi. Qilingan ishlari javob yo'q. Nima degan bo'lar edi shu masala tashkilotlarimizga? Masala tashkilotlari buni yo'lni to'g'rilanglar, zatinglar demoqchiman. Aladilar, pulni ishlatadilar, yo'qotadilar. Qachon vaqirdatsang bo'ladi. Endi vaqirdasaverib bir bize bir arnamız etemiz, uyalamiz bir. O'zingni açma debdan. Ular üzerinde vicdan bo'lishi kerak. Pulni aldı, pul devlet ajratmayınca bular yo'la qaramaydi. Pullari tushgan buni 6 yil oldu yine. 1 yil, yarım yil, 6 ay bo'lgan gap emas bu. Tushunarli. 6 yildan beri shu 6 ay oldu. Yaxshi yuribsizmi? Yo'l haqida fikringizni bilsak edim. Qachondan beri shuni, siz baribir yoshingiz katta, qachon asfalt bo'lgan bir, keyin oxirgi marta qachon bo'ldi? Esla olasizmi shuni? Asfalt bo'lganda ko'pak oldu bu yerni. Necha buzuldu, onun altına qarang, ahvolini qarang. 4-5 yil oldu, aldıydılar ilatni yinglab. Yığılış etediler, yine bugün zetemiz, erken zetemiz, unda ettik, bunda ettik, yine planda var dediler. Quruq va'dalar. Kuru verdiler, bitecek iş yok. Nedir murojaat qilganmisizlar? Masalan shu mahalla qaranglar, yine aytmay turibsizlar, jo'ralar aytinglar ki bizani aqtiqlarimiz bor, maktabga, o'qishga borishga qiynaladi, mashinlarimiz bu yo'lda baribir ta'mirtalab bo'lib qolayotir deb bir fikr bildiringizlar Ayttık, bor. şoralara bir neçe marta ayttık. Bir marta hakimem ayttık. Hakimem nasos taşıp veremiz, suyu veremiz, asfaltini zetip veremiz de böyle burun boşap gitken hakim. Shu bilan ketdi u va'dalar ham. Va'dalar ham ketdi shuni bilan. Yana bir savol bor-da, yana
oxirgi marta qachon asfalt bo'lgan bu? Yosh vaqtingizda bo'lganmi? Esir vaqtindagi asfaltdan bo'la? Esir vaqtında hava. Undan keyin asfalt bo'lmadi. Yo'q, yo'q. Hech qanday ta'mir ham etilmadi, Yo'q. tosh ham toshalmadi. Tamirim etilmedi. Adashmasam yaqinda bu yerdan suv quri o'tirilgan, Hava. shundan keyin zo'tilmadi bu yerlar. Yo'q, yo'q, zaten. Undan battar bo'lsa bo'ldi, lekin zo'tilmadi. Zaten. Tushunarli. Rahmat fikrlaringiz uchun. Yo'lning ahvolini sizlarga ozgina bo'lsam tushuntirib berajakman. Yo'lni ko'rib turibsiz, juda ham abgor holatda. Bu yerni avvalroqlar suv quri o'tirilgan va undan ham battar ahvolga kelib qolgan. Asfalt qachon qilingan desangizlar, SSR vaqtidagi asfaltlar bu. Ya'ni mustaqillikdan keyin bu yo'llarimiz hech qanday asfalt ham ko'rmagan va e'tibor ham bo'lmagan. Bilmadim, balkim mahalla raisi e'tibor bermas yoki mahalla raisi suskashlik qilgani uchun yoki hokimiyat vakillari balkim bu yo'l bilan qiziqmas. Chunki ular baribir bu yo'ldan yurmaydi-ku, to'g'rimi? Yurmagani uchun baribir zo'tilmay turgandi. Balkim yurib qolsa zo'tilib qolar degan umidimiz bor, lekin baribir bu yerni zo'tishimiz kerak, chunki qish yaqinlashgan sayin bu yo'limizda taksistlar ham yurishni xohlamaydi va aholi juda ham ko'p bu yo'limizda. E'tibor bering avtomobillarning changini. Avtomobillar bu yerda o'tgan taqdirdan ham shuni chang bo'ladi, chunki oddiygina daraxtlar e'tibor beradigan bo'lsangiz, hammasi chang to'zan. Tim bo'li avtomobillarni o'tib ketgandan keyin bu yerdan baribir mahallamizni ikki tomonidagi hududdagi insonlar, fuqarolar bir-biriga yaqin bo'lgandan keyin uyina chang to'zan kiradi va oynani ochish ham bu yerda qiynaladilar. Biz hozir Nurafshon ko'chasini aylanishvari giraverishdagi asosiy yo'llaridan birindamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham bir xavfli holatga kelgan. E'tibor bering. Agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, polning bu yerda baliq boqsa bo'ladi va yo'lning ahvoli juda ham yomon. Ya'ni xavfli burilish hisoblanadi bu yer. Chunki bu yerdan gatirgan avtomobil va bu yerdan ko'chadan chiqib gatirgan avtomobil bir-biri bilan to'qnashish holati ham yuz berishi mumkin. Chunki bu yerdagi o'ydiqdan qochib, bu yerga yuradigan bo'lsa, bu yerdagi avtomobil bilan to'qnashib ketishi mumkin. Shuning uchun e'tibor beringlar, yo'llarga e'tibor berib qo'ysalar yaxshi bo'lar edi. Biz Nurafshon ko'chasi bilan yurib kelaverishimizda ko'rdiğiniz yo'limiz juda ham abgor holatda. Bir narsaga e'tiborim qaratildi. Ya'ni Kalades e'tibor bering va yo'lni e'tiborini olsangiz bo'lardi. Kalades e'tibor bering, yo'ldan challi balandda turibdi. Buni suvni quvurni o'tirgan vaqtda buni to'g'rilab qo'ysalar bo'lmasmadi. Chunki yo'l bilan bir xil bo'lishi kerak bu. Chunki bu yerdan gatirgan avtomobil yoki bu yerdan gatirgan avtomobil baribir bu yerda noqulaylikka uchraydi. E'tibor bering og'alar. Asfalt neda? Kalades neda turibdi? Bu noto'g'ri holatda ishlagan yanasha professional bilan ishlashi kerak va ko'lab ketgandan keyin chiroyli qilib ustidan hech bo'lmasa dosh tashab qo'yish kerak. Uni ham qilmaganlar. E'tibor beradigan bo'lsangiz, hozircha abgor holatda yotibdi. Bunga e'tibor berib, mutasaddi tashkilotlarimiz e'tibor bersa yaxshi bo'lar edi, chunki xalqning fikrini o'zingiz ko'rdingiz va menimcha fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsangizlar, nur ustidan a'lo nur bo'lar edi.